olti bahorni qarshilaganda o'shanda yuziga tushardi ikki qora zulfi yarashib. Chiroyli kulishidan qalbda hayajon oshardi, o'ziga yarashardi tikilib qarashi. Gap so'zi ma'noli va odob bilan gapirardi. Bir kunda necha bora gaplashsakda salom berib, ayb menda bo'lganda ham kechirimni u so'rardi. Men uning jilmayishidan jahlimdan tushardim erib. Rashkim kuchli edi, ba'zan urishardim qattiq. U ham oldingi qizlarim eslab so'roqqa tutardi. Undan o'zga qizlar endi qiziq emas edi ortiq. Ba'zida qo'ng'irog'im tunda uxlamay kutardi. Arazi yarashardi, yuzini olib qochganida mehribon edi juda. Issiq kiyinding deb doim orzu qilardim. Bir kun kelib ertalab ko'z ochganimda halolim bo'lib uyg'otsin ertalab turing deb qo'yib. O meni bir donam edi sarvi qomat tofati jonim, yuragimga oromim edi labi shakarim lablari balim. O meni bir donam edi sarvi qomat tofati jonim, yuragimga oromim edi labi shakarim lablari balim. Yo'q, u aslida unchalik chiroyli emas ekan. U ham hamma qizlar kabi oddiy bir qizil qatori sevgini qoyillatsa-da vafoni bilmas ekan. Soddaginam desam u bugun boshqasan xushdori. U uxlamay qo'ng'iroq qilishim kutmasgan, asli u shunchaki kech uxlarkan. Men bo'lsam bo'lmasam, u ham shayton vasvasasining oldida bo'larkan. Taslim u ham yolg'on gapirarkan, kaminaga muntazam. Ayb menda bo'lsa-da u kechirim so'rardi ha. Balki uning ayblari menikidan sifatlidir. G'azabimni uning bitta arazi qilardi hal. Balki uning jilmayishi men o'ylagandan xavflidir. Soxta ekan bu mehr, soxtadir rashk qilishi. Unga qiziq emas asli issiq yupun kiyishim. Tayin bo'ldi xotin bo'lsa umrimni ham yeyishi. Bu gaplarim andisha qilib tilimni tiyishim. Endi bilsam arzimas ekan gulim desam, xafa bo'lar gul sof mehrimni. U bilmas ekan lekin qalbimdan ketmadi butkul. Endi bilsam arzimas ekan gulim desam, xafa bo'lar gul sof mehrimni. U bilmas ekan lekin qalbimdan ketmadi butkul.